Yezlardagi Uyg'ur farzandlari Chag'an bayrami o'tkazishga uyushtirilgan. Xitoy taratqullarining 27-yanvardagi bir tashviqot filmida Qashqar Konishahar nahiyasi Zimin yesining Eriq Beshi kentida turishliq Uyg'ur farzandlarining Chag'anliq faoliyatga uyushtirilganligi ko'rsatilgan. Bolalar Xitoycha masnaviy yezish va tugur-tugishga tashkillangan. Halbuki bu xil faoliyatlarning butkul rayon miqyosida qanot yaydirilganligi. Nurg'un joylarda Chag'anliq kent kechaliklari o'tkazilib, atalmish Junxo millatining esil madaniyat an'analarining namoyon qilinganligi va singdirilganligi aytilmoqda. 2017-yildan burun Sharqiy Osiyo xalqlarining an'anaviy bayrami bo'lgan Chag'anni Uyg'urlarning o'tkazishi majburiy bo'lmagan bo'lsa-mu, ammo 2017-yildan boshlab Uyg'ur elida bu bir majburiyatga aylangan. Chag'an o'tkazish yoki o'tkazmaslik Uyg'urlar uchun ularning Junxo millati o'rtaq gavdasi engini qabul qilmaganligini sinaydigan bir siyosiy o'lcham holatiga kelgan. Xitoy doiralarining Uyg'urlarni Chag'an o'tkazishga uyushtirish bilan bir vaqtda yana asos qatlamlardagi muqimlik tadbirlarini texnik kuchaytganligi ma'lum bo'lmoqda. Xinjiang gazetining xabar qilishicha, Uyg'ur Avtonom rayonlik partikomining sekretari Ma Xingrui 27-yanvar Uyg'ur Avtonom rayonining raisi Erkin Tunyaz bilan birga Urumchi yekanlik, ya'ni Nanxu saqchixonasiga berib, Chag'anlik hol so'ragan. Shundaqla ulardan har xil muqimlikni qo'g'dash tadbirlarini astoydil o'rinlashni talab qilgan.